16 oktyabr kuni Abdulvahob Binavo bilan Samarqandga, doktor Amonullo Ismatiy esa Surxondaryoga yo'l oldik. 8ga chiqdi. Bu 68. 68. Do'zax bo'lgan ekan. Ya vobshe kunduzi hech kim yurmadi ko'chada. Xo'p, inshaalloh mana bismillah deb Toshkentdan harakat Samarqand sharif. Samarqand Temur bobomizni albatta madaniyatlar yaratgan shahri. Inshaalloh boramiz. Temur bobomizni ham ziyorat qilamiz. Said Mir Baraka albatta bobamiz, bizlarni bobamiz. Ularni piri. Bu kishi ham albatta shu yerga yotganlar. Abdullohjon bilan harakat qildik. Bahodir akamizni albatta bizlar hozir yangi tonidik. Mana bu yerga inshaalloh har zaman kelgan zamonlaringiz Bahodir aka xizmatga. Bo'ldi. Bo'pti. Inshaalloh. Ha, sen nima deysan? Mana bizlar ham biroz do'stimiz Abdullohjon bilan bir safari dugonaga chiqganmizdan Toshkentdan baxay Samarqand tomoniga ikki biz yo'llarni chakavurib ko'rib, somusalarni yeb inshaalloh boramiz. Inshaalloh. Rahmat. Yo'lda birinchi to'xtash joyimiz anor sharbatini xarid qilish bo'ldi. U yerda go'zal milliy libosdagi ajoyib xarakterli, yuzi kulib turgan qizning mehmoni bo'ldik. Samarqandga yo'li tegadi. Churing. Güzel. Yaxshi. Foydasi. Yarım kilo anordan chiqadi-da, kartoshkadan. Anora o'zlaringizdanmi? O'zimizdan. Bog'dan, o'z bog'laringizdan. O'zimiz bog'imiz. Boshqa nimasi chiqadi? Anordan boshqa nima meva chiqadi? Yo, biz hech narsa chiqarmaymiz. Endi boshqa ishlab chiqarishlar, har xil narsa chiqarsa bo'ladi. Bo'ladimi? Ismidan baklashkasi. Birlakka. Yo'q, rozimiz. Yo'q, ha, ber. Ha, bo'pti. Rozimiz. Anor sharbatini ichib, yana Samarqandga yo'l oldik. Yo'ldagi sotib olgan qavunimiz yillar davomida yegan eng mazali qavun edi. Zo'raganda aka. Qaysi? Ikkovi ham.
yaxshiroq. Nega yaxshi? Qovna bular. Hammasi. Men ham turadimi qishda? Aka qancha bu? 10 ming 35 ming joy, katta Dona. Siz qanday bilasiz buni? Mana pastda baydalar 10 ming. Ana shu qancha? 20 ming bering. 25 so'mni qo'ying. Hammasi ana. Yaxshi bering. Yaxshi. Bu xolis ekan bu. Xolis deydi. Ha? İkinci to'xtash ovqat uchun edi. Ovqatimiz O'zbekistonning milliy taomi somsa edi. Yonida ham ko'k choy. Ne desam qaysi? Shuni nima? Ha, shuni qo'ying. Bu nima? Salsaga qo'shib. Bu non bilan yeydi. Achchiq. Achchiq. Qo'ydik. Aka somsani zo'r yegani ham bu. Xo'p, Samarqand shahriga ishtirok keldi inshaalloh. Samarqand shahriga. Samarqand shahri bundan 700 yil oldin albatta Amir Temur Qo'ragon bobamiz tarafidan bir madaniyat shahriga tabdil bo'lgan. Albatta Amir Temur jahon kusho yo sohib Qur'on yo Qo'ragon
Samarqand va Buxoroni dunyoning tamaddun madaniyat shaharlariga tabdil qilish uchun harakat qilganlar va bunga ham muvaffaq bo'lganlar. Ertasiga doktor Ismatiy va uning jiyani Parviz Ismatiy ham Surxondaryodan Samarqandga yetib keldilar. Yaxshi ish yo'ladi. Nima yog'i bu? Kunjut yog'imi yo'q? Kunjut yog'i, yong'oq yog'i. Kunjut. Aha. Assalomu alaykum. İşinizga gap yo'q ekan. Rahmat. Rahmat akam. Kishimi yo'qmi? Biz 3 kishi, 3 ta. Kishilarga salat bergan. Ha, 3 ta. Sen ijoza olingan. Oldim, ijoza oldim. Ya bizlar kel shunday ijoza olingan. İjozami? Ijoza bera olmaymi o'zi? Samarqandda o'shini olibsanmi? Lekin bu birinchi nima mumkin imkoniyatlar yaxshi o'zi ol. Bismillah. Go'shtni ham ajib qilib to'g'rab qo'y. Ha. Shunday. Xo'sh. Ahmad og'ani palovda ekan. Ha? Bo'ladi ham. Bo'lsa ham tilib qoldirsan. Go'shti quruq. Go'shtni bir kam berar ekan. Bobjon yaxshimi dushvarasi? Ko'p mazali. Tushvara. Haqiqatan. Dushvara? Abdullajon. Ajoyib. Da'diz jonim yana nima yopsiz? Mana bachim bu ajoyib ekan. Bu bularning dushvarasi biroz kichkina ekan, qara. Bizlarnikidan ko'ra, ammo yaxshi, mazasi yaxshi. Mazasi yaxshi. Ko'p yaxshi. No'shi jon bo'lsin. Afiyat olsun.